Qadrdonlarim, Ka'ba-i Muborakka, Ka'ba-i Muazzamani ro'parasida turibmiz. Juda ko'pchilik Ka'bani ro'parasida haqqimizga duo qilgin deb so'raydi. Biz duo so'raganlarni hammasiga duo qilamiz, lekin o'sha yerda duo qilib turib menga videosini tashlab qo'ygan, tumaloqcha video qilib tashlab qo'ymani ismimni aytib duo qilib degan akalar, ukalar, opa-singillar bor. Bu yaxshi emas. Biz unaqa qilmaymiz. Duo so'radingizmi, duo qilamiz. Endi ismingizni aytib tumaloq videochalar qilib haligi narsalar endi bu zakasga bajarilgan narsa bo'ladi. Bu astoydil duo bo'lmaydi. Bu katta ehtimol bilan riyoga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun azizlar, meni qiynab, ha deb shunaqa bema'ni videolar so'ramanglar. Jamoat bilan ham, yakka holatda ham kim duo so'ragan bo'lsa, duo qilyapmiz. Qabul qilguvchi Alloh hammalaringizni yetkazsin.